Assalomu alaykum. Bugun biz Odoo tizimining eng muhim qismlaridan biri Project moduli bilan tanishamiz. Loyiha boshqaruvini asosi bu to'g'ri qurilgan iyerarxiya hisoblanadi. Odoo'da biz ishni loyihalarga ajratamiz. Loyihaning ichida esa aniq vazifalarni, ya'ni tasklarni shakllantiramiz. Bu tizim sizga tartibsiz ish jarayonida to'liq nazoratga o'tish imkonini beradi, hech qanday messlarsiz, ya'ni tartibsizliksiz. Birinchi project moduliga kirganimizda biz projects oynasi ochiladi. Bu yerda hozircha bizda bo'sh, shuning uchun new tugmasi orqali yangi project yaratamiz. Misol uchun first company. Misol uchun siz servis ko'rsatuvchi kompaniya bo'lsangiz, sizda kompaniyalar uchun alohida projektlar kerak bo'ladi. Misol uchun birinchi kompaniyamiz uchun first company nomli project ochdim. Siz kompaniya nomini yozsangiz ham bo'ladi albatta. Endi first company project ichiga kirganingizdan keyin new tugmachasini bosish orqali task yaratasiz. Misol uchun birinchi kompaniyamizga websayt yaratib berishimiz kerak ekan. Bu bizning taskimiz. U yerdan tekstdan website nomli tagni create qilib olamiz, yaratib olamiz. Customerga Go'zal Davlatovlarni belgiladim va deadline belgilaymiz albatta. Assigniga belgilab, ya'ni kim qilishi kerak bu taskni belgilaymiz hamda u uchun sub tasklar, ya'ni ichki tasklarni, ya'ni taskimizning kichik qismlari, ichki tasklarini yozib chiqamiz. Misol uchun blog, analytics bo'lishi mumkin. Unga ham boshqa insonlarni assign qilishingiz mumkin. Ya'ni bitta task misol uchun Risolat Jo'raboyevaga belgilangan bo'lsa, siz uning ichidagi sub tasklarni boshqa insonlarga bo'lib berishingiz mumkin bo'ladi albatta. Bu yerda yulduzchalar orqali ko'rishingiz mumkin. Yulduzchalarning soniga qarab task qanchalik muhimligini bilishingiz mumkin. Misol uchun prosta ko'rib chiqish bo'lsa, unga bitta yulduzcha, yoki bugun hal qilib berishingiz kerak bo'lsa, unga 3 ta yulduzcha qilib qanchalik muhimligiga qarab belgilashingiz mumkin bo'ladi. Activity bo'limiga o'tib, u yerdan belgilab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun to do ni belgiladim, ya'ni qilishga qo'shamiz to do activity-siga va u yerdan vaqt belgilab saqlanch qilamiz. Agar xohlasangiz description yozishingiz mumkin, ya'ni tavsif. Va keyin o'ng tomonda yuqori tarafda in progress ni ko'rishingiz mumkin. Bu jarayonda degani va u yerdan siz o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun changes requested, ya'ni so'roq yuborilgan yoki approved, ya'ni tasdiqlangan, yoki cancelled, ya'ni uni qilishimiz shart emas, cancel bo'ldi, отказ bo'ldi va done, tayyor. Biz stages yaratib olishimiz mumkin. Misol uchun bu yerda birinchi stagemizga nom bermaganligimiz uchun non bo'ldi, lekin ikkinchisiga nom bersak, done deb nom berdim misol uchun. Va uni shunchaki drag and drop qilib, ya'ni surish orqali o'zgartira olaman joyini va approved qildim misol uchun. Approved ni belgiladim, ya'ni bu taskni boshlash mumkin. Va keyin pastda ko'rsangiz, subtasklarning soni bo'ladi, qanchasi tayyor emas. Shunga qarab belgilashingiz mumkin, ustidan ichiga kirmasdan turib taskingizni. Endi projectga o'tamiz va ikkinchi kompaniya uchun project yaratib oldik va ichida task yaratishimiz kerak. Misol uchun bunga new nomli stage berdim, keyin done, ya'ni tayyor degan stage-ni berdim. Siz o'zingizga qarab albatta moslashtirishingiz mumkin. Misol uchun in progress, ya'ni jarayondagi tasklar, yoki done, tayyor bo'lgan tasklar, yoki lost, ya'ni cancelled nomli stage yaratishingiz mumkin, ya'ni uni qilish kerak emas. Misol uchun ikkinchi kompaniyamiz uchun sales degan task qo'shdim. Muhimlik darajasi 2 ta yulduzcha, keyin invoice qo'shdim va 3 ta yulduzcha va uni tayyor danga belgiladim. In progress ni ham danga o'zgartirib qo'ydik, ya'ni statusini. Tayyor bo'lgandan keyin albatta shunday qilsangiz bo'ladi. Bunga sub tasklar kerak emas, chunki tayyor. Filtringizda agar open tursa, albatta tayyor done belgilagan, statusga done belgilagan tasklaringiz ko'rinmaydi. Agar open ni olib tashlasangiz, ular ham albatta ko'rinadi, filtrdan o'tadi. Kanban yuqoridagi o'ng tarafdan tasklaringizni Kanban, list, kalendar
va shu kabi ustunlarda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va projects bo'limiga o'tganimizda biz kompaniyalarimizni ko'ra olamiz. Hozircha bizda ikkita kompaniya bor ekan, first va second. Ularni oldida ko'rganingizdek yulduzchalar bor. Agar uni ustiga bitta yulduzcha bor, uni ustiga bosib qo'ysangiz, bu sizning sevimli kompaniyangiz, sevimli proyektingiz bo'ladi. Misol uchun men ikkalasiga ham yulduzcha bosib qo'ydim. Va shu yerdan tasksga o'tamiz. All taskni bossak, bizga tasks bo'limida hamma tasklar kimga assign qilingan bo'lsa ham, ya'ni kim qilishi kerak bo'lsa ham hammasi ko'rinadi. Qilish kerak bo'lgan inson bilan ko'ramiz va tasklarni yonida belgilash uchun joy bor. Biz uni ustiga bosganimizdan so'ng actions bo'limidan uni xohlasak arxiv qila olamiz, xohlasak arxivdan chiqara olamiz, xohlasak ikkilantira olamiz, xohlasak o'chirib tashlaymiz yoki boshqa amallarni ham amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi albatta. Tasks bo'limidan my taskni ustiga bossangiz, sizga assign qilingan, ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan tasklar ko'rinib turadi. Va hamda reporting bo'limidan siz task analysisni bosadigan bo'lsangiz, tasklaringizni analitikasini ko'rishingiz mumkin. Va reportingdan customer ratingingizga o'tsangiz, siz mijozlaringizni reytinglarini ko'ra olasiz albatta. Configurationga o'tganimizda u yerda timesheets hamda project stages bor. Agar siz timesheetsni yoqib qo'ysangiz, ya'ni unga ptichka belgilab qo'ysangiz, albatta siz task bajarayotganingizda qancha vaqt ketkazayotganingizni, qanchalik tez qilayotganingizni bila olasiz. Uni qilish uchun mana shu videoni ko'rishingiz mumkin. Project tasklar ochishni tushuntirish nomli task qilinadi. Va u yerda ko'rganingizdek kimgaligi belgilanadi. Vaqtlarini belgilaysiz hamda yuqoridagi start tugmachasi orqali, bosish orqali tasklaringizni boshlashingiz mumkin. Stopni bosib to'xtata olasiz albatta. Va yana projectsga qaytamiz. Projektda yangi projekt yaratmoqchiman. Misol uchun, endi o'zimning kompaniyam uchun, ya'ni o'zimning kompaniyam ichidagi ishchilarim uchun projektlarini belgilashlari uchun ham yangi proyekt ochishingiz mumkin. Buni o'z kompaniyangiz hamda boshqa kompaniyalar uchun ham belgilashingiz mumkin. Bu yerda kompaniyangizga tegishli bo'lgan tasklarni yozasiz. Misol uchun, My Service Company, ya'ni mening servis kompaniyam nomli ochdik va project managerga Go'zal Davlatovnani belgiladik. Belgilab hamma narsani to'ldirib chiqqanimizdan keyin сохранить qilamiz bulutchani bosib va ular hammasi saqlanadi. My Service Companyga kirganimdan so'ng project ichidagi bu yerda statusni bosish orqali bizda oyna ochildi va u yerda new ni bossangiz, siz bu yerda statusini belgilashingiz mumkin. Misol uchun weekly review, ya'ni haftalik ko'rib chiqish. Va u yerda on trackni tanlashni xohladim, ya'ni u jarayonda. Everything project bilan hammasi yaxshi, u tez orada yakunlanadi nomli summary beramiz. Saqlaymiz. Configurationdan projectsga o'tsak, projectsga o'tganimizda u yerda barcha proyektlarimizni ko'ra olamiz. Va hamda configurationdan task stagesga o'tsak, biz yaratgan barcha task stagelarimizni ko'ra olamiz. Misol uchun, birinchi kompaniyamizga yaratgan, ikkinchi kompaniyamizga yaratgan hammasi ko'rinadi. Va bu yerda filtr orqali ko'rib chiqishingiz mumkin, filtrlab olasiz. Va configurationdan textga o'tganingizda bu yerda tayyor taglar bor. Bu yerda marketing, website biz yaratdik, ularni allaqachon. Va hozir bu yerda new tugmachasini bosish orqali yangi taglar yaratishingiz mumkin. Misol uchun sales va unga rang belgiladim, til belgilashingiz mumkin albatta. Va hamda u o'zi save bo'ladi, ya'ni saqlanadi. Configurationdan project roles ga o'tsangiz, u yerdagi proyekt rollari
ko'rishingiz mumkin. Proyektdagi rollarni, misol uchun admin yoki user nomli rollarni berdik. Projectdan activity typesni bossak, activity typelarini ko'rishimiz mumkin. Bular to do, email, ring central call, meeting, document, request signature bo'lishi mumkin albatta. New tugmachasini bosish orqali yangi activity type qo'sha olamiz. Misol uchun SMS belgiladim, alert belgiladim. Decoration type uchun va hamda schedule 10 kunga belgiladim. Ammo buni qisqartirish kerak deb o'yladim. Va uni saqlaymiz. Configurationdan activity plans ga o'tsak, biz albatta bu yerda planlar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun adaptatsiya nomli plan qildik va u yerga to do ni qo'shib oldik va saqlab qo'yamiz. Buni ham belgilash orqali actionsdan o'zgartirishimiz mumkin, ikkilantira olamiz, eksport qila olamiz, arxiv yoki arxivdan chiqara olamiz, arxivga qo'ya olamiz. Shu bilan video darsimiz tamom. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi video darslarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.